Bunaqasi bo'lmagan kanalning qadrli a'zolari, mana ko'rib turgan uskunalaring mahsulotlarni, ya'ni kreshki, quruq choy, semichka, shunga o'xshagan mayda mahsulotlarni o'zi taroziga tortib, tayyor qilib, upakovka tayyor mahsulot holatiga keltirib beradigan uskunamiz. Bizning o'zini zavodskiy prozrachniy paketi bo'ladi. Undan tashqari, hali katta brendlar ham xuddi shu uskunadan ishlatadi, faqat ularni paketi o'ziga moslangan turli xil ko'rinishlar bo'ladi. Bu uskunamizni ishlash jarayonini bitta ko'radigan bo'lsak, o'zimizga kerakli grammga qo'yib olamiz. Mana misol uchun 100 gramm, 100 ta shtukdan keyin to'xtatadigan qilib bergan soat 4 shtuk. Startni bitta beramiz, bo'ldi. Qolgan hamma yo'lda o'zi qiladi, o'zi olib tushadi, taroziga tortadi, sekin mahsulotni chiqarib beradi. Soat minutiga mahsulotga qarab turib 10 tadan 100 tagacha qilib beraveradi. Tayyor qilib taroziga tortib, xuddi shunaqa mahsulotga olib beradi. Bu mahsulotimiz quritilgan sabzi bo'ladi. Fruktning sabzi. 105 gramm, 100 gramm mahsulotni o'zi 4-5 gramm paketimiz. Biz tarozimiz 1 grammlik bahsligini hisobiga o'sha 5 gramm qilib ko'rsatadi. Mana ko'rib turibsizlar, bu ham tayyor. 100-105 standartli xuddi shu holatda chiqarib beradi. Endi bu uskunamiz bizda hozirgi kunda 2 xil, 3 xil turlari bor. Ya'ni mana bu tomonni bitta ko'rsataman. 3 xili bor. Ya'ni bu ko'rib turgan mahsulotlaring 50 grammdan 500 grammgacha mahsulotga qarab chiqarib beradigan turi, undan bitta kichkinasi 10 grammdan 150 gramm, 200 grammgacha qilib beradigani bor. Undan keyingisi suv mahsulotlari, ya'ni haligi ayron, muz ayron sotishyapti-ku, muzlatib turib. Xuddi shunday mahsulotlarga uchinchisi 300 grammdan 3 kilogacha bo'lgan mahsulotlarga bo'ladi. Bularning narx-navolarga keladigan bo'lsa, o'sha orqalaridan ko'rib turgan mahsulotlar $1900 qilib beramiz. Birinchi ko'rsatganimizni, undan keyin kichkinasini $1700 qilib beramiz. Suvnikini $2200 qilib beramiz. Bu bahaybat gigantimiz bo'lsa $4100 qilib beramiz. Manzilimiz Farg'ona shahar, ekranlarda nomerlarimiz chiqib turibdi. Bemalol aloqaga chiqib zakaz qilishlaringiz mumkin. O'zbekistonning har qanaqa hududiga dastavkalarimiz bor. Videoga like bosib, kanalga podpiska bo'lishni unutmanglar. Maksimal darajadagi shu sohadagi do'stlarga jo'natib qo'ysalar, ularga video manfaatli bo'ladi.